Xi Jinping ve Xitay Kompartiyası ayıplangan karar layihasi ma'qullandi. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, Amerikada har doim mana shundaq xilma-xil qonunlarninki, qaror loyihalarining ma'qullanib kelayotganligini pat-patdek ko'rib turyapmiz. Bu qatim Amerika Kengash Palatasida Xi Jinping va Xitoy Kommunistik Partiyasining uzun yillardan buyongi insoniy haq-huquqlarni dafsanda qilish, az sonliq millatlarni bostirish. Bu albatta bugün biz asla az sonliq millat emas, yani biz bilimiz qo'yamdi. Zaminning egalari hech qachon nüfusumuz, yani 100 ming nüfusu olsa o tuproqning egalari asla az sonliq millat bo'lamaydi. Ama bugün dünyanın siyasi vaziyeti shunday bo'lganligi uchun, Xitoyning ishg'oliyatidagi bir zamin bo'lganligimiz uchun, Xitoy davomli dunyoga buni shundaq bildirib, shunday ifodalab kelganligi uchun, shunday qaror e'lon qilingan vaqtidami, nüfuzli dokumentlarda e'lon qilingan vaqtidami, shu tirnoq ichidagi bu Xitoy ishiltib kelayotgan shu az sonliq degan millat degan bu hukm ishiltib kelyotdi. Albatta buni tushunishimiz kerak. Amerika ovozi va boshqa nüfuzli axborotlarda berildi. Mazkur qaror loyihasi 16-iyun Amerika Kengash Palatasida o'rtaq ovoz bilan qabul qilindi. Qarorda Xi Jinping dunyoni aldash, tinchlik va bexatarlik yuzlanishiga buzg'unchilik qilish, insoniyatga qarshi jinoyatlarni planlash qatorliqlar bilan ayblangan. Yani bunu izchil davomlashtiryapti Xi Jinping degan asosda. Mazkur qarorda oldi bilan Xi Jinping va Xitoy Kommunistik Partiyasining Xitoy virus tarqalgan mezgilda virusning kelib chiqishi va yuqumlanish xavfi to'g'risida yolg'on uchur tarqatish orqali xalqaro jamiyatni qaymoqtirib, dunyoviy sog'lomlik krizisini ig'irlashtirganligi, Amerikaga bergan va'dasiga qaramay fentanil masalasida unumli tadbir qo'llanmaganligi ayblangan. Bu albatta hammamiz biladigan masala. Trump shuning uchun buni Xitoy virusi deb izchil holatda shunda Xitoy ayblab kelganligini bilamiz. Haligacha hal bo'lmay kelayotgan masala mayli fentanil bo'lsin yoki virusning kelib chiqishi masalasi bo'lsin. Yana qaror nimada iqtisodiy va bexatarlik jihati bo'lsa, Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin bozorni ochib o'tish, aqliy mulk huquqini qo'g'dash qatorliq va'dalarga amal qilmaganligi, uzun vaqt adolatsiz savdo siyosati yurgizganligini, bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali ta'sirini kengaytganligini, qarz va ul aslaha qurilishlari orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarga siyosiy ham iqtisodiy besim tushirganligi tanqid qilingan. Biz davomli so'zlab kelayotgan masalalar bu. Mayli bir balvoq bir yo'l plandagi masala, dunyo bugun nurg'un davlatlarning shu plan bir balvoq bir yo'l planning ichida o'tgan davlatlarningki hammasi nurg'unlagan davlatlarning qarz patqiga paturib, u yerda nimalarni qilayotganligini bilimiz, suhbatlarni qildik nurg'unlagan qatim bu masalada. Demak, mana shundaq jinoyatlarini Xitoyninki tafsiliy holatda bu yerda o'tirg'i qo'yilgan. Qarorda yana Xitoyning yaqinqi yillarda Tayvanga harbiy bosimni kuchaytirganligi, Janubiy dengiz va Filippin atrofidagi dengiz rayonlarida jiddiy harakatga o'tganligini, shundaqla Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya bilan ichki jihatdan munosabat saqlab kelganligi ayblangan. Yana qarorda inson haqlari masalasida bo'lsa, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Uyg'urlar boshliq musulmon millatlarga qarata keng ko'lamda qamash, siyosiy jihatdan bostirish, majburiy assimilyatsiya qilish siyosatlarini ijro qilganligi, Tibetdagi madaniyat bostirishlari ayblangan. Yana qarorning oxirida Amerika hukumati xalqaro Magnitskiy qonuni qatorliq qonuniy qurollardan foydalanib, Xitoy Kompartiyasining aloqador amaldorlariga jazo tadbiri qo'llanishga chaqirilgan. Hükümet bunu işletishi kerak degan asosda. Xabarda qayd qilinishicha, bu qaror siyosiy xarakterlik bo'lib, qaror loyihasini sunuvchi parlament a'zolarining va qo'llovchilarning Xitoyga qarshi keskin maydonini bildirgan. Qonuniy cheklimi kuchmi ega emas ekan hamda bu albatta bu oldi bilan nurg'un bosqichlardan o'tib andikin har qanday bir qaror qonun loyihasiniki Amerikada o'tirib qo'yilib ko'p sonliqning ovoziga erishgandan keyinmi besib o'tadigan bir qancha bosqich borligini hammamiz bilamiz. Oldimizgi kunlarda albatta buning bir natijasi chiqishi mumkin albatta.